ta'mirlash ishlarini olib boryapsiz, sarf xarajatlaringiz ko'payib ketgan, pulinglarni tejab qoladigan foydali ma'lumotni hozir Sherzodga aytib beradilar. Sherzod aka, pul tejash yo'lini bittada o'rgatib yuboring. Albatta o'rgataman. Endi bilasiz, ko'pchilik ta'mir qilayotganda devorlarga e'tibor qaratadi yoki polga, patologlarga kelganda nimagadir hamma gipsokarton qilaman deb boshini og'ritadi. Ammo biz shu bosh og'rimasligi uchun zo'r yechimlar olib kelib qo'yganmiz. Bu mana ko'rib turganinglardek Armstrong shiftlari hammasi tabiiy tolalardan yasalgan bo'ladi. Boshni og'ritmaydi. Kimikatlari yo'q umuman. Hamda 100 kvadrat metr maydonni bir kunda atiga o'rnatib olsa bo'ladi. Malakali ustalarimiz ham bor. Butun O'zbekiston bo'ylab ishlashadi. Demak, chang to'zonsiz, dahmazasiz ish bitadi. Ani malyar, shpaklyovka, reyka, qoqqin degan narsalar bo'lmas ekanda. To'ppa-to'g'ri. Narxlar ham hamyonbop atiga $4 dan boshlanadi, hamda o'sha $6, $7, $8 variantlarimiz ham bor. Endi bundoq hisoblab chiqsa, gipsokartondan baribir arzonroq chiqadigan bo'ladi. Hamda dahmazasiz, yana bir bor ta'kidlab o'tayman, dahmazasiz ish bitadi. Chang to'zon bo'lmaydi, malyarka, kraska, usta top, oylab degan narsalar bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar ham ish tez va dahmazasiz bitishini xohlasanglar, Gipsolite Groupga shaxsiy xabar jo'natinglar, u yog'ini maslahatlashib olamiz.